Assalomu alaykum akalar, mana shu ona bola qo'ylarimiz sotuvda mana. Bollari liniyasi bor. Mana shu ikkinchi bollarim. Ikkovini ham bollari urg'ochi. Mana quloqlariga e'tibor qilib qo'yasizlar mana. Otasi ham o'zimizda, xudo xolasa. Qo'zlarimiz 3 kunlik bo'ldi, bittasiga 5 kunlik bo'ldi. Ko'ringlar, kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar mana. Nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Narxlarini telefon orqali xudo xolasa kelishaveramiz mana. Bollarini mana e'tibor qilib qo'yasizlar bola. Quloqlariga. Mana sutlari ham, enalarining sutlari ham o'sa sutli qo'ylar. Toza qo'y boqaman deganlarga mana zotli qo'ylarimiz mana, xudo xolasa. Ikkovsi ham urg'ochi bolalar. Yo'qsa aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, rahmat. Assalomu alaykum. Akalar, mana shu ona bola birinchi tug'ish qo'yimiz sotiladi. Zotli narsa, xudo xolasa. Birinchi tug'ish. Mana svetlari o'ta svetli, chiroyli narsa. Bolasi ham urg'ochi, birinchi bolasi. Qo'zi qo'yimiz, birinchi tug'ish. Kimga yoqsa, nomerlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Narxlarini telefon orqali kelishaveramiz. Mana. Quloqlari ham joyida, svetlari ham chiroyli narsa, xudo xolasa. Sog' bo'lasizlar, rahmat. Mana mashalloh deb qo'yasizlar. Qora afg'on sovullarimizni bo'g'ozlari bolaliklari yetib keldi. Kimga kerak bo'lsa, arzoni, puli yengili, puli yumshog'idan xudo xolisa kelaverasizlar. Ramazonga xudo xolisa kelishtirib qilib beramiz. Mana Oraya gidiyor, oraya gidiyor. Nargiler diyor. Oldu, Burak peki. Burak gidiyor.
bunisi ham o'ta yaxshi. Tigi ishlar bo'lib suv quyib qo'ysa, pomda qilib qo'yadi. Pomda qilib qo'yadi. Maşallah. Assalomu alaykum akalar, mana shu ona bola qo'ylarimiz sotuvda mana. Bollari liniyasi bor. Mana shu ikkinchi bollari. Ikkovini ham bollari urg'ochi. Mana quloqlariga e'tibor qilib qo'yasizlar mana. Otasi ham o'zimizda, xudo xolasa. Qo'zlarimiz 3 kunlik bo'ldi, bittasiga 5 kunlik bo'ldi. Ko'ringlar, kimga ma'qul bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar mana. Nomerlarimizni qoldirib qo'yamiz. Narxlarini telefon orqali xudo xolasa kelishaveramiz mana. Bollarini mana e'tibor qilib qo'yasizlar bola. Quloqlariga. Mana sutlari ham, enalarini sutlari ham o'sa sutli qo'ylar. Toza qo'y boqaman deganlarga mana zotli qo'ylarimiz mana, xudo xolasa. Ikkovsi ham urg'ochi bolalar. Yo'qsa aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'lasizlar, rahmat. Oh!